alohida uy-joy topib qo'ydim deganmi? Mana tinchgina joy. Biz yetamiz de. Sizni qandaygizga? Mana shu yerda bexavotir yashab olasiz. Xo'pmi? Mana endi idealimdagi ayolni topdim dedim-ku. Endi sizni qo'yib yuborish yo'q. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti bu yerda deyapman senlarga? Kim bu ayol? Siz xotiningizmi? Ayolingizmi? Siz bilan yashamayman dedim-ku, ajrashaman. Nima? Nega bu bilan yuribsan? Voy! Dilshod aka, sen bu yerda nima qilyapsan? Men shunchaki tashlab qo'ydim, olib kelib qo'ydi, yo'limdan chiqdi. Nimalar deyapsiz? Siz menga uylanmoqchi edingiz-ku? Shantaj qilmay, jindimiz boshqa yerga oldiga kelib. Yo'qol, hozir o'ldiraman, yo'qol! Nima qilding? Nima qilding? Dilshod aka. Sen hali mana shunaqa la'nat ishlarni qilib yuribsanmi, ha? Yo'qol meni hayotimdan. Tushundingmi? Ming la'nat senga o'xshagan ayollarga. Ming la'nat. Ikkinchi ko'zimga ko'rinma, tushundingmi? Senga taloq berdim. Bolam bilan menga yaqinlashma, tushundingmi? Ming la'nat senga o'xshagan ayollarga, ming la'nat! Dilshod aka.